Osteoxondrozni eng katta kelib chiqadigan sabablaridan bu biz yotganda noto'g'ri yotishimiz, boshimiz va bo'ynimiz noto'g'ri joylashishi. Buni sizlarga hozir ko'rsatib beraman. Ko'pchilik yotganda faqat boshini yostiqqa qo'yib yotadi. Mana ko'rganinglardek, bosh faqat qo'yganda bo'yin sohasi qiyshiq joylashib qolyapti. Siz agarda yostiqni bo'yningiz bilan qo'yib yotsangiz, sizda umurtqalaringiz tekis bo'ladi, hech qanday qiyshish, hech qanday osteoxondroz paydo bo'lmaydi. Nima demoqchiman bu bilan? Siz yotganingizda albatta bo'yin sohasida 7 ta umurtqa paydo bo'lsa, o'sha 7 ta umurtqa ham yostiqqa tushishi kerak. O'shanda sizdagi qon tomirlar, nervlar hammasi to'g'ri joylashadi. Boshga qon va nervlar yaxshi o'tib, sizda hech qanday bosh og'rig'i, bo'yin og'rig'i, qo'lda uyushishlar paydo bo'lmaydi. Bu videoni saqlab qo'ying va bo'ynida muammosi bor, bo'yni og'rib yuradigan do'stingizga yuborib qo'ying.